Assalomu alaykum hurmatli dekonlar, hurmatli fermerlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun Oltinko'l tumanining Mashal massivida turibmiz. Dalani holatda hozir begona o'tlar bosgan juda ham. Endi buni yechimini Tornado degan, men o'tgan safar ham aytib o'tganman. Tornado degan yaxshigina gerbistimiz bor. Tornadoni sepish kerak bunga. Hozir bunga Tornado sepishga endi mana ikkita bak chiqaribdi, yana bitta bak qo'shilsa sepsa bo'laveradi bunga. Bu gerbistni. Endi Tornado sepadigan bo'lsak, bu 64 dedingizmi? 64 g'ozanavi. Nimaga emlangan ekan glifosatga? Proba qo'yilgan bunga, dalaga. Probasini ham ko'rsatib qo'ying, uyda olib. Proba qo'yilganiga 8 kun bo'lgan. Endi hozir buni bemalol obработка qilib ishlasa bo'ladigan holatda turibdi. Bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman men hozir bu yerda. Glifosatlarni sepayotganda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Sababi glifosat baland dozada sepib bo'lmaydi hech qachon. Baland dozada sepsangiz, glifosat bo'lgandan keyin gerbisid tuproqda qoladi qoldigi. Tuproqda qoldigi qolgandan keyin o'rniga galla tushadi bu yerga. Kuzda. O'rniga galla tushadigan bo'ladigan bo'lsa, yerni ag'darib gallaysangiz bo'laveradi, lekin yerda ag'darmasdan mumkin emas ekish. Sababi stressga soladi ertaga u glifosatlarni. Hammasi ham, qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar. Xitoynikimi, Rossiyanikimi, qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar. Yerga tushgandan keyin albatta o'simlikni qoldig'ida ham qoladi, yerda ham qoladi. Shuning uchun uni hech qachon baland dozada sepmaslik kerak. Bu birinchi tavsiyam. Ikkinchisi, endi ko'pchilik o'tgan yil Tornado o'ltirib qo'ydi paxtamni degan ancha-muncha ijtimoiy tarmoqlarda eshitib qolyapman. Tornado misol uchun mana 64 navi deyapti ukamiz. Haqiqiy geni o'lgan bo'lsa Tornado o'ldirmaydi. Sababi Tornado 54% glifosat, 54% glifosat. Endi 75%ligini yoki 82%ligini sepgan taqdiringizda ham agar geniga ishlanmagan bo'lsa, geni 100% o'lmagan bo'lsa, u ertaga g'ijimlab o'ldirib qo'yish ehtimoli bor. Endi demoqchimanki, 54%lik Tornado hech qachon paxtani o'ldirmaydi, faqat uni pasportini bilish kerak. Siz ekayotgan navingizni pasportida yozilgan bo'ladi. Yo 2 genli, yo 3 genli deb. Mana ukamizni nimasida bor ekan, haqiqatda bitta dalasida 3 genli, bitta dalasida mana turgan dalamizda 2 genli. Nav ekilgan ekan, beri sinovga qo'ygan, hech qanaqa paxtaga ziyon keltirmagan. Normal holatda turibdi hozircha. Faqat buni meni tavsiyamki 3 ta baxt chiqarmaguncha sepmang. 3 ta baxt chiqarib olsin, marhamat sepavering. Keyin yana bitta tavsiyani aytaman. Yerda, dalani o'zini namligi degan narsa bo'ladi. Har qanday gerbistni dalani namligi 70-80% bo'ladigan bo'lsa, tezroq ta'sir qilib tezroq o'ldiradi. Agar dalani namligi kamroq bo'lsa, sekinroq o'ldiradi. Yana bitta narsani aytmoqchiman bu yerda. Agar